Salom hammaga, sizlar bilan yana Ultra Futbol. Bugungi videoda shu yerdagi Showtime'lar qo'shilibdi. Xohlaganimiz tanlab olsak bo'ladi. 5 ta Showtime xohlaganlaringni olsanglar bo'ladi. Buni olishni ko'rib chiqamiz. O'rgataman video davomida. Kanalga obuna bo'lib, like bosishdan chiqmasin. Ultra Futbol Coins pastda belgilab ketaman. Coins olsanglar bunaqa videolar ko'proq chiqadi. Bu birinchi qism, ikkinchi qism chiqish uchun 2000 ta prosmotrdan keyin ikkinchi qismi chiqadi va 2000 ta prosmotr va 2 dona odam coin olgandan keyin keyingi qismi chiqadi. 2 ta qism yoki 3 ta qismdan iborat bo'ladi bu. Shulardan bittasini hozir olishni o'rganamiz. Keyin bularni ham olishni ko'rib o'tib ketamiz. Bu yerda ko'p o'yinchilar qo'shilgan. Bulardan nechta olsak bo'ladi? Bularda ham batafsil 15 ta o'yinchi qo'shilgan. Bittasini oldim. Kirishimga berdi uni. Chiqamiz. Основной ekranda mana turibdi, bossak. Bitta ekan Showtime bitta olsak bo'ladi va 5 ta highlight karta olamiz. 15 tadan 5 tasini tanlab olsak bo'ladi. Bular qanday olamiz desanglar, zadaniyada bo'ladi doimgidek va selini bosamiz. International Cup saralashi deyapti. Qualifiers. Noto'g'ri o'qilish bo'lsa aybga buyurmaysizlar. Tak. Hozir Jakob missiya ham yo'q ekan, yana qo'shilsa kerak. Hozir bu o'yinga kirish deyapti. O'yinga 7 kun kirsanglar bu bajariladi va ikkinchisi побеждайте в матчах против и deyapti. Okey. Buni 3 marta yutsak highlightga tanlab olish imkoni beradi. 3 marta против и ni yutsak, 9 marta yutsak общий bajariladi. Tak, hozir 3 ta etapni bajarsak 3 yoziladi достигнуть цели. Достигать цели 10 ta bo'lish kerak bizda. Bu yoqda ham 3 ta, 9 ta. Hozircha Showtime'ni olish ko'pchilik bilmasligi mumkin. Ikkinchi qismda batafsil aytib o'tib ketaman. Kanalga obuna bo'lib kuzatib turinglar. Ikkinchi qism ham shu kanalda. Ultra Futbol kanalimda chiqadi. O'zi bitta kanalim bor. Obuna bo'lib qo'ysanglar, sizlarga birinchi bor qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar. Showtime'ni albatta olamiz. Mana shu Showtime National Teams degani. Bular esa highlightga 5 ta olishimiz mumkin bulardan ham. Hozircha bitta ikkitasi turibdi. Побеждать в матчах против и deyapti. Keysi Britaniyani bosamiz. Против и. Соревнования против и. Mana bu Germaniya turganini bosamiz. Germaniyaning o'yinchilari. Bu yerda xohlaganimizni o'ynashimiz mumkin. Masalan, birinchidagini bossam. Hozir ochkosini to'g'rilab olaylik. Masalan, hozir Germaniya qilib olsanglar, ko'proq prizlar beradi sizlarga. 1400 turibdi, Germaniya qilib olsam. Endi birorta davlatni tanlab olsanglar 1882 bo'ldi Super Zvezdada. Agar legenda qiladigan bo'lsam 2156 maksimalniy beradi. Hozir men Fransiya qilib ola qolaman. Sila balandroq va o'yinchilar ham sifatliroq. Barkalyani oldim, albatta tavsiya qilaman. Brendli Barkalya. Bunda ham xuddi o'sha 2156 ochko beradi. Buni daxli yo'q, matdagi prizlarni olishimiz uchun bu. Kuchaytiradiganlar bir qator 6000 ochkoda bu tugaydi. 6000 ochko qilish uchun biz 3 marta yutishimiz kerak buni. Selini bosamiz tevadan, bizga Showtime'ni olishimiz kerak. Showtime'ni olish uchun buni 9 marta yutishimiz kerak ekan. 3 martada highlight beradi va bu bilan tugadi degani emas. Buni 9 ta yutish uchun ancha vaqt ketadi. Hozir men shunday yutib videoni davom ettiraman. Vaqt tejash maqsadida Men bo'lmasa matchni boshladim, yutib turib videoni davom etaman.
Fransiya tarkibini ko'rishinglar mumkin. Shu ko'rinish. Videoni tugatib davom etamiz. O'yinni tugatib. Hozir Oliseda bitta gol urdim. Sizlarga live ko'rsatishim mumkin. Agar mabodo ishlaring bo'lsa, 9 dan o'ynashga vaqtlaring bo'lmasa, pauzani yozamiz. Настройкani yozamiz va управленияni degan joyini управлять пользователь turgan joyini управлять i qilib qo'ysanglar, o'zi o'ynaydi, ishlaringni bemalol qilishinglar mumkin. Legenda bo'lish shart emas, xohlasanglar o'yinchoq qilib olib yutinglar, 9 marta yutsanglar bo'ldi. Просто tak prizni ko'p berish uchun, sovg'ani ko'p berish uchun kemin qildim, bekordan ham vaqt ketmaydi. Zo'r. Davom etamiz. O'yin tugagandan keyin videoni davom etamiz, chunki vaqt tejash maqsadida. Aytgandek, uni qanday o'chiraman deganlar uchun pauzani bosamiz, xuddi shu joyni birinchisiga o'tkazib, upravlet pользовательni bosib qo'ysak, yana o'zlaringni o'ynab ketaverasizlar. O'yinni tugatib davom etamiz videoni. Coins kerak bo'lsa pastda belgilab ketaman, bemalol murojaat qilinglar. Keyingi video ko'pchilik eshitmay qoldim deyish mumkin. 2 marta 2 odam coin olsa va 2000 ta prosmotrdan keyin eng kami o'z obunachilarimiz 4000 ga yaqin. Ikkinchi qism chiqish uchun 2000 dan oshiq prosmotr kerak bizga. Shunda ikkinchi qism chiqadi. O'yin oxirlab qoldi. Urishga harakat qilganim yo'q unchalik. Legenda mana urdi bitta o'yin. Videoga chalg'idim. Mayli, hech narsa emas bu. Yutish kerak. 9 marta yutishimiz kerak buni. Hozir bitta bajarilgan bo'ladi. Chiqib qaraganimizda shartlar esinglardan chiqmasin. Coins 2 odam olish kerak. Pastda Ultra Football Coins. Ultra pastki chiziqcha futbol, pastki chiziqcha coins shaxsan o'zim olib beraman. Adminim yo'q hech qanaqa. Yozishinglar mumkin, faqat coins bo'yicha yozishinglar iltimos qilib qolgan bo'lardim. 2000 ta prosmotr va 2 odam coins olsa bas. Coinsni qanchaligini ahamiyati yo'q. Hozir bajarilganini TVda ham ko'rsatdi, ko'rishinglar mumkin. Yutdik turi birga Polshani. YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ysanglar, ikkinchi qism sizlarga birinchi yetib boradi. Agar qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysanglar obuna bo'lib. Chiqamiz endi, zadaniyaga qaytamiz. Show time'ni olish zadaniyasiga qaytamiz. Bosamiz selini. Bosamiz mana bitta bajarildi deyapti. Yo'q. Bitta bo'ldi deyaptimi hozir? Voydite kirish uchun bitta bunga 10 ta qilishimiz kerak buni. Hali ikkinchi qismda batafsilroq aytaman. Hozir 9 marta yutishdan bir donasi bo'ldi bizda. Mana 1. 9 ta bo'lsa общий tugaydi. 9 ta ham qilaman. Bitta match 10 minutga boradi to'xtalishlar bilan. 9 ta yutishim uchun 2 soatcha vaqtim ketib qoladi, 1,5 soatcha vaqtim ketib qoladi. Shuning uchun men buni bo'shaganimda o'ynab qo'yishim mumkin yoki hozir shunday qilib tugatib qo'yamikin. Bitta national teamda anaqasini olib qo'yamikin deyapman. Shunaqa. İkinci qismni kutinglar, uchinchi qism ham bo'lishi mumkin. Shartlar esinglardan chiqmasin. Pastda Ultra Football Coins kuchukcha bilan yozasizlar. Telegram qidiruviga Ultra pastki chiziqcha eFootball pastki chiziqcha Coins deb. Shaxsan o'zim yozishim mumkin, olib beraman. Keyingi videoni kutinglar, ikkinchi qismni. YouTube kanaliga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysanglar, ikkinchi qism sizlarga birinchi bo'lib yetib boradi. Kanalga obuna bo'lib, like bosishdan chiqmasin. Buni ko'p ta'kidlab o'tyapman. Like, kommentariy. Ikkinchi qism chiqish uchun kommentariy, like bossanglar ko'proq prosmotr bo'ladi. Obuna qo'yinglar, zo'r videolar hali oldindan. Bunaqa o'rgatishlar, yangilik qo'shilsa o'rgatyapman. Mana soat ko'rishinglar mumkin. Hozir texrabotda tugadi payshanba.
srazi video qilishga otlandim. Ну, preview zo'r bo'lmasligi mumkin, lekin videoni sifatli qilishga harakat qilaman. Previewni o'zim tez-tez yasab qo'yib olishim kerak, chunki odamlar topishga qiynalib qolmasligi uchun. Keyingi qismni kutinglar, bu bir qismi edi. Keyingi qismda bu 9 ta prosifini yutib, keyingi qismni davom ettirishim aniq bo'lsin, tezroq prosmotrlar ko'paysin. Shunaqa. Esdan chiqmasin, 2K prosmotr, 2000 dan oshiq prosmotr, kanalimiz obunachilar soni 4000 ga yaqin. Va 2 ta odam coin solsa bas. Iltimos faqat coins bo'yicha murojaat qiling. Shunaqa, ikkinchi qismni kutinglar. Birinchi qism shu bilan tugadi. Video ko'payib ketgani munosabati bilan shunaqa. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar, prosmotr ko'paysin. Keyingi qismlarda ko'rishguncha xayr. Ko'p ta'kidlab o'rganim sababi, ko'pchilik qayerda aytdingiz, masalan 2000 ta prosmotr bo'lsin deb yozishyapti. Qayerda aytdingiz deyishyapti. Aytganman, ko'pincha aytyapman, endi ko'pchilik yana so'ramaslik uchun. Xullas shuni 9 ta yutaman, keyingi videoni davom ettirish nasib qilsin. 2000 ta prosmotrni bemalol yig'ib qo'yamiz degan umiddaman. Sizlar bilan Ultra Futbol bo'ldi. Yanada yangi videolarimiz ko'payib prosmotr bo'lib 5000 ta bo'lib ketsak, o'zimni ko'rsatib web kamera sifatida ham video qilmoqchiman va preview uchunga pul bo'lish uchun sizlar ham ozgina hissalarni qo'shish uchun pastda karta raqam qoldirib ketaman. Preview uchun ishlatamiz. Kanalni rivoji uchun. Hammaga rahmat. Keyingi qismda ko'rishguncha hammaga xayr. Sizlar bilan Ultra Futbol. Sog' bo'linglar.